Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video roligimizni sarlavhasidan ko'rib turganinglardek, bugun yana sizlar bilan Xudo xohlasa Umra ziyorati narxlari va sharoitlari haqida gaplashamiz. Eslatib o'taman, 2026-yilni avgust oyida turibmiz. Xudo xohlasa avgust oyiga qaysi viloyatdan reyslar bor, necha kunlik paketlar bor, mehmonxona masofalari, u yerda beriladigan taomlar, kompaniya tomonidan nimalar beriladi, hammasini Xudo xohlasa bugun Zafarbek Hoji tog'amizdan so'rab bilamiz. Hoji tog'a, obunachilar bilan kuzatuvchilar bilan assalomu alaykum obunachilar, hammanglar sog' salomat tinchgina yursizlarmi? Hammanglarga baxtli, saodatli, mazmunli hayot nasib qilsin. Xo'p, rahmat Hoji tog'a. Endi har doimgidek qisqaroq qilib savol javoblarni boshlayverang Hoji tog'a. Albatta. Xo'p, birinchi beradigan savolim, qaysi viloyatdan reyslarimiz bor hozirgi kunda? Hozirgi kunda reyslarimiz Farg'onadan, Namangandan, Toshkentdan, Termizdan bo'ladi. Bo'ldi. Necha kunlik paketlar bor? 14 kunlik paketimiz bor. 7 kunlik paketimiz bor. 8 kunlik paketimiz bor. 1 oylik paketimiz bor. O'tgan safar aytdingiz o'zingiz 7 kundan boshlab 2 oygacha paket qilib bera olaman dedingiz. Sharoitga qarab. Keyin haligi paketimiz ham hozir amaldami? 14 kunlik, 8 kun Madina Munavvarada, 6 kun Makka Mukarrama. Azizlar, albatta ushbu ekranda ko'rib turgan raqamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Shaxsan Hoji tog'amiz o'zi javob beradi. Hozirgi kunda O'zbekistonda yashayapti. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zi bilan ketaman degan insonlar bo'lsa qaysi kunga hisobini olsin? Keyingi chorshanba, payshanba bo'layapti. 12 yo 13 yo 11 ga to'g'ri keladi. Bo'ldi. 10-sanani atrofiga hisobini olsa bo'ladi. 10, 11, 12. Xo'p. Endi narxlarni hozir aytamiz azizlar. Narxni bilgandan keyin chiqib ketib qolmay turinglar. Imkon qadar qisqaroq video qilyapmiz. Mehmonxona masofalari juda ham muhim, sizlarga kerak bo'ladi, buni ham aytamiz. Hoji tog'a, 2026-yilda avgust oyiga 14 kunlik umra ziyorati paketi necha pul bo'lyapti? Paketimiz endi 1050 dan bo'lyapti. Xudo xolasa, endi sizlarning obunachilarim endi eskdan xabardan bo'lib qo'yganmiz. Chunki men necha yildan beri o'z bilan video olib ko'pchilik o'shanga jinni tutga qilib beramiz ularga, endi chegirmalarini qilib beramiz. Moshina bozorida ham ko'pchilik taniydi Hoji tog'amiz, ko'p videolar olamiz. Shaxsan o'zi bilan ketaman degan odamlar bo'lsa ham $1050 dan skidka qilib berasiz. Ha, skidka ham qilib beramiz, xudo xolasa. Odam soni ko'proq bo'lsa yana ham chiroyli. Albatta. Xo'p, endi 8 kun Madina Munavvaradagi va 6 kun Makka Mukarramadagi paket necha pul? Bu paketimiz narxi $1400. 1400 $. 1 oylik paket necha pul? 1 oylik paketimiz $1300. 2 oylikchi? 2 oyliklarda 3 oylar to'xtatdik. Chunki sezon keldi. 10-dan narx oshyapti. Shuning uchun 2 oyligimiz 1 oyligini qilamiz. Sababi narxlar oshib, endi har oyda narx oshib boradi-da. Endi buni bu yoq ochiqini aytamiz, sezon keldi, haligi odam ko'p, tirbandliklar, mana issiq dedinglar, boshqa dedinglar, endi baribir avvalambor nasib. Endi buni bu yog'iga Xudo xohlasa ziyoratlar yana boshlandi. Bemalol borsanglar bo'laveradi. Hozir ham u darajada odam ko'p emas, haligi odam ozroq bo'lganda boraman deganlar borib ulgib olsa. Hozir mana shu kunlarda borib olinglar, mana Xudo xohlasa. Endi odam oz bo'lmaydi u yerda. Odam ko'p. Lekin hozirgi sharoit yaxshi-da. Hozir issiq mehmonlar yaqin hozir. Tushunyapsizmi? Shu boyda bormayotganlarga ham tushuntirib bering, Hoji tog'a, sovuq bo'lmaydi. U yerda o'zi sovuq o'zi bo'lmaydi. Ularda issig'i biz issig'imizga bo'lmaydi. U yerda shaboda bor. Endi men ham eshitganman, hali o'zimga ishonch komil bo'lib gapirmaganim sabab o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman. Siz necha marta mana borib kelsiz? O'tgan yil 20 ta guruhga bordingizmi? 12 ta. 12 ta. Bo'ldi, umumiy hisobda adashib ketdim. 12 ta guruhga olib borildi. Endi 12 ta guruhga ham masalan 14 kundan bo'lgandan keyin hisoblayverasizlar. Ba'zi holatlarda 14 kundan ko'payib ham ketadi, ozayib ham ketadi. Xudo xohlasa Hoji tog'amiz o'zi bilan boraman deganlar 10-kunda atrofiga hisobini olsanglar bo'laveradi. Hozir ham ko'zim oldida ham qo'ng'iroq qilishdi. Mana deyarli joylarni band qiladigan insonlar o'zi bilan ketaman deyishyapti. Hozirdan pasport tashlash kerak. 10-kunga ketamiz ekan, undan keyin Hoji tog'am deb turib, shu 2-3 kun bo'lganda hisobini olmasin. Mana hozir pasportini tashlaylik, 47 bo'lsa bo'ldi, menga qizig'i yo'q, tortaman. 47 dona odam bo'lsa bo'ldi, bekiladi. O'zi odamlar bor-a hozir? Ha, odamlar borda, odam soni cheklangan. 1 oy oldin tashlab qo'yganlar ham bor, o'chirib turganlar. Bo'ldi. Keyin siz kelganingizda ketamiz degan odamlar bor, mana o'zida eshitishadi o'zi. Xo'p, azizlar, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan insonlardan birgina chet elga chiqish pasporti talab qilinadi. O'zbekistondan chiqishga taqiq qo'yilmagan bo'lsa, MIBdan qarz olingiz bo'lmasa, bemalol borib kelsangiz bo'laveradi. Endi ziyoratlar Madina Munavvaradan boshlanadi. Albatta, tartiblisi Madina Munavvara. Necha kun Madina Munavvarada, necha kun Makka? Madina Munavvarada Xudo xolasa 3 kun, Makka Mukarramada 11 kun bo'lamiz milliy taomlari bilan. 2 mahal Madina Munavvara taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal taomlarni beramiz. Bundan tashqari sayohatlari hammasi mukammal. Yemoq-ichmoq olmasa ham bo'laveradi. Yemoq-ichmoq olmasa ham bo'laveradi, lekin men ko'proq tavsiya qilib qolaman. Chunki yosh katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz ham bor. Shu ozgina bir kilo go'shtdan qo'g'irdoq qilib, bir ikkita yumshoq non salafanga solib, ushunga solib bersa,
xohlab qolsa aeroportdami, qayerlarga borgan ekan, xonadonga solib qo'ysa turaveradi. Endi Hoji tog'a mana doim menga maslahat beradi. Umra ziyoratiga ota-onasini jo'natayotgan yoshlar diqqatiga deb maslahat beradi. O'zim aytib ketaveraman. Ota-onalar yaqininglar sizlarga ayta olmasligi mumkin. Mana qobil, bunaqa Albatta, ayta olmaydi. Hoji tog'a aytayapti, yo'liga bir o'zingiz ko'nglingizdan chiqarib, xomdon pistami, bodom deysizmi, bir mayiz deysizmi, bir quvvat bo'ladigan narsalar deysizmi, oz-ozdan bo'lsa ham salafaniga solib bersa, yana ham bir maqsadga muvofiq bo'ladi, yana ham bir yaxshi bo'ladi deb aytdingiz o'tgan safar. Endi uni yodlab oldim, men har safar aytaveraman, chunki bu juda ham zo'r narsa. Ozmoz endi ko'ngillardan chiqarib, chunki haqiqatan ham ota-onalar masalan, endi bolam meni umraga jo'natyapti, yana ham bunga yuk bo'lmaydigan holatda ayta olmaydiganlar ko'pda. Bilet olib berganiga, jo'natganiga shukr qilib, o'zingiz aytyapsiz, bu narsalarga o'zi 1-200 ming pul ketadi xolos deyapsiz u narsalar, yo'lga olib bergan narsalarga. Azizlar, endi bu yoqqa ko'ngillardan chiqarib qilib beraverasizlar. $1050 14 kunlik umra ziyorati paketlari, xohlasanglar 7 kunlik, xohlasanglar 8 kunlik narxlar o'zgarib turadi azizlar. Ushbu ekranda ko'rib turgan raqamga bemalol murojaat qilib, o'zingizlar joylar band qilsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda Andijondan reys bor, a? Yo'q. Farg'ona, Namangan, Toshkentdan. Toshkent, Termizdan plyus dedingiz. Termizdan. Xo'p. Shunday qilaylik, Hoji tog'a, ushbu videoni qachon ko'rishsa ham albatta qo'ng'iroq qilib ko'rishsin. Sababi reyslar qo'yilib qolishligi mumkin, narxlar o'zgarib qolishligi mumkin. Narxlar o'zgarib boradi. To'lovlar qonuniy bo'ladi azizlar. To'lovlarni xohlasanglar bank orqali, xohlasanglar bankka tushunmayman desanglar, oxirida shu ketayotgan vaqtinglarda aeroportda o'z xodimlar yordam berishadi. Sizlar bergan pulni ichiga nima kiradi? Birinchi bo'lib viza. Agar vizangiz bo'lsa, amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, shu vizani $100 minus bo'ladi. Paket sizga $950 ga tushadi. Agar vizangiz bo'lmagan bo'lsa, birinchi marta borishingiz bo'lsa, $1050 ichiga viza kiradi. Bordi keldi biletlaringiz, Madina Munavvaradagi, Makka Mukarramadagi mehmonxonalar, u yerda beriladigan taomlar, 50 bosh xizmatlari, kompaniya tomonidan beriladigan bejik sovg'alari, nimchalari va ziyoratdan qaytayotganda zamzam berilyapti. Albatta, zamzam. 5 litrli zamzam suv beriladi. Menimcha to'liq ma'lumotni bergan Hoji tog'a. Albatta, shoshilsin. Faqat mana 5-6 kunga boradiganlar bo'lsa, 2-3 kun qolyapti. Tezroq pasportlaringizni tashlab, joylarni bron qilishsin. Men bilan boradiganlar ham hozirdan tashlab qo'ysa, misol 4 kunda to'lamiz, 3 kunda to'lamiz, lekin to'lamiz. Bu to'liq haligi to'lmay ketyapti degan gap noto'g'ri. Masalan, o 47 odam endi hech narsa emas-da. Bo'ldi. Butun O'zbekiston. Butun viloyatimizdan 2-3tadan to'g'ri keladi. Kompaniya nomini aytmam, Hoji tog'aga gapingizni bo'ldim. Centrum Holidays'da malakali xodimlardan bo'ladi Hoji tog'amiz. Endi nima desam bo'lar, ofislardan ham video olyapsiz, ko'ryapsizlar. Bemalol haligi tekshirib olsanglar bo'laveradi. Qonuniy ham yo'q. Hozirgi kunda o'zi odamlarda, nima desam, aldaydigan odam ham yo'qolib ketdi. Iloji ham qolmadi. Albatta, endi bu bemalol ishonarli murojaat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, Hoji tog'a, endi oxirgi so'raydigan savolim, xolis tavsiya, shunchalik tajribangizdan kelib chiqib, avgust oyida turib biz 2026-yilda hozirgi kunda borsam, bormasam deb puli bo'lib turib, imkoniyati bo'lib turib, o'ylanib turgan insonlarga nima tavsiya berasiz xolis? Endi biz tavsiyamiz nima deymiz? Bu tiriklikda borib ibodat qiling, ziyorat qiling deymizda, sababi bundan boshqa baxt bizning musulmonlar uchun yo'q. Tasavvur qiling, Allohning baytini tavof qilishdan, payg'ambarimizni ravzalarni ziyorat qilishdan ortiqcha qanaqa baxt bor? Bu har bir musulmon uchun baxt, juda katta sharaf borish. Bo'ldi, tushunarli. Demak, azizlar, 2026-yilda imkon qadar qisqaroq qildik videoda. Endi shunda ham 10 daqiqani atrof bo'ldi, lekin to'liq ma'lumot berganimiz yaxshi, chunki qo'ng'iroq qilib ham shunchaki joiz band qilasiz xolos. Hozirgi kunda Namangandan, Farg'onadan, Toshkentdan, Termizdan reyslar bor. 14 kunlik, 7 kunlik, 1 oylik, xohlasa 20 kunlik, xohlasa 15 kunlik paketlar qilib berasiz. Qo'ng'iroq qilib yaxshilab gaplashasizlar. Birgina qizil pasportinglar bilan joylarni band qilsanglar bo'ladi. Oilaviylariga, do'st, oshna-og'ayni bilan bormoqchi bo'lganlarga bir gruppa bo'lsa, chiroyli qilib, yaxshigina bir arziydigan bonuslar qilib berasiz. Albatta. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Endilikda shu kanalimizda xudo xohlasa Hoji tog'amiz bilan kunora videolar olib turamiz. Hoji tog'a, bu kanalga endi Madina Munavvara, Makka Mukarramadan ham shu mehmonxonalardan, taomlardan ham videolar qilib tashlab berib turing, obunachilarimiz ko'rib tursin. Xudo xohlasa. Bo'ldi. Azizlar, mana shu kanalga obunachilar like bosib a'zo bo'lishga harakat qilinglar. Sababi bu kanalda olib ketamiz. Yo'q, olib ketmaysiz, men sizga o'tkazib beraman. Siz shu Madina Munavvaralardan videolar qilib berib turasizmi? Madina Munavvaradan videolar tashlab turamiz.